Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hammaga. Hurmatli prezident, sizga murojaat etishda yana davom etaman. Qarindoshlarimni jismonan, ruhan o'sha tazyiqi, zo'ravonligi shu tarzda yillar davomida, 5 yil davomida davomli bo'lib davom etib kelyapti. Men hozirgi qo'yib o'tgan va sizga qilgan murojaatimda qisman qo'ydik, chunki bitta kompyuterda xotirasi to'lgan ularning sa'y-harakati, xatti-harakatlarida yaqin qarindoshlarimizga, qo'shnilarga, tanishlarimizga men haqimda, oilam haqida judayam bir tuhmatli so'zlar gapirishgan, bu joylari ham bor. Endi faqat ular haqida auditoriya ketishini istamadim, chunki bosh prokuraturadan albatta jinoyat ishi qo'zg'atilishi bo'yicha murojaat qilaman. O'shanda dalil sifatida qolgan videolarimizni qo'yamiz. Men bular haqida o'sha yana bir ikkita kontentimiz bor. O'sha xullas kalom bular shunaqa davom etishdi, to'xtashmadi. Tog'am doimiy ravishda ustimdan murojaat qildi. Lekin har safar hurmatli prezident tog'amga aytardim, tog'a, siz baribir meni tog'amsiz. Siz o'zingizga meni ustimdan murojaat qilishni ma'qul ko'rgan bo'lsangiz, men sizdan ancha kichik yosh bo'lsam ham, ancha sizdan kichkina bo'lsam ham, ayol bo'lsam ham, men sizni ustingizdan yozishga yo sizni ustingizdan ba'zi bir tashkilotlarga yo murojaat qilishga men or bilaman. Ayol sifatida ham or bilaman. Agar siz bu dunyoda hozir borsiz, men jimman. Agar Xudo ko'rsatmasin, siz bu dunyodan o'tib, yana shu farzandlaringiz, ayolingiz tomonidan shunaqa zo'ravonliklar, tazyiqlar davom etsa, men bu holatga jim qaramayman. Lekin hozir siz borsiz, majburman jim bo'lishga. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam hamisha ahli qavmingiz bilan yaxshi bo'ling deb kelganlar. Men har safar tog'amidilar-da, men baribir tog'amidilar. Tog'am chunki men ustimdan murojaat qilardilar. Men o'sha bitmagan binolarida tadbirkorlik faoliyatini yuritish maqsadida iste'mol to'klarini olib borib o'tirishlari va bir qancha qonun buzilishlarini bilsamda, lekin men tog'am do'stidan biron joyga murojaat qilmaganman. Biron joyga borib o'sha tog'amning ism familiyasini aytib ustidan murojaat qilmaganman. Faqat qizlari, ayollarini, o'sha o'g'illarini xatti-harakati uchun bir zikiga murojaat qilardik, lekin ming afsuski bir zik ko'rmasdi. Har safar ular menga zo'ravonlik, tazyiq o'tkazganda, ota-onamdan, oilamdan haqoratli so'zlar, o'zimni haqorat qilganda ham hali ko'rasizlar, men murojaat qilaman derdim. Ular to'xtar, bir nima deydi, murosaga kelishar deb o'ylardim, lekin hech ham oxirigacha borib murojaat qilmaganman. Qilgan taqdirimizda ham IIB xodimlari ularga hech qachon, ichki ishlar xodimlari, aynan Oltinsoy tumaniki, hech qachon ularga chora ko'rmagan, hattoki ma'muriy javobgarlikka tortishmagan. Bu videolarda qo'yib o'tayotgan holatlarimizni Briziki orqali murojaat qilib qo'yganmiz. Lekin men hech qachon tog'amning ustidan hech qayerga yozmaganman. Hech qayerga murojaat qilmaganman. Chunki ayol bo'lsam ham bu narsa menga to'g'ri kelmasdi. 2024-yilning 3-oktyabr kuni ertalab o'sha ishga ketish vaqtimda yangam, ya'ni tog'am ayollari Qodirova Mingsora yangam o'sha ertalabdan yana meni haqorat qilib boshladilar. Men bir narsani aytib o'tib ketishim kerak, hurmatli prezident, har doim ular gap tashab, haqorat qilib, chidab bo'lmaydigan darajada ruhiy bosim qilishardi. Men ularning gaplarini eshitmaslik uchun uyda salovat, amr ma'ruflar qo'yardim. O'sha amr ma'ruf salovat qo'ygan joylarimda o'sha Oltinsoy tumanining uchastka noziri O'rinov Faxriddin akalar, mahallalar kelib, bu narsalarga to'sqinlik qilib, eshitishga haqqing yo'q, qonun bor deb bunaqa to'siqlar qilishardi. Men ularning gapini eshitsam, menda baribir asabingiz buziladi, chunki ota-onangizdan haqorat ketsa hech qaysi farzand chiday olmaydi. Asta-asta ularni bunaqa bosimiga qonun chora ko'rmasdi. Keyinchalik meni o'zim chidab tura olmadim.
nima deb gapirsa gaplariga javob qaytaradigan darajaga yetib keldim. Chunki o'zlari shunaqa qilib shakllantirdi. Qancha jim bo'lishimga qaramasdan organ xodimlari ularga chora ko'rmaydi. Ular juda ham kuchli bosim o'tkazishadi. Oxir-oxiri ota-onamni ko'p haqorat qilishganliklari uchun chiday olmasdan javob qaytarardim. Kamerani tagida shunchalar qilishardi. Kamerasiz joylarda, kamerasiz hududlarda ularni gapiga, ularni so'zlariga chidab bo'lmasdi. Uyga erkaklar kiritadi, shunaqa bo'lmog'ir gaplar gapirishardi. Agar ular aytgan gaplar rost bo'lganda, bir soniya ular meni tinch qo'yishmasdi. Uyimga qaratib kameralar o'rnatishgan. Ichki ishlar xodimlari borgan, o'sha uyimga qarab turgan kameralarni ham hurmatli prezident nimaga qo'ydilaring? Olinglar, kuzatib turishga, bu xonadonda haqlaring yo'q demagan. Aksincha ularni qo'llab-quvvatlagan. Chunki bular tizimga yollangan edi. Bularning maqsadi bor edi. Noqonuniy bino obyektivlarini hujjat qilish uchun, noqonuniy faoliyat yuritish uchun maxsus tizimlarga yollangandi. Lekin hurmatli prezident, bejizga men sizga murojaat qilmayapman. Bular maxsus tizimlarga yollanganligini yoshirib, sizni oilangizdagi insonlarning nomi bilan shu kungacha harakat qilib kelgan. U hozir kunda hamma murojaatlarimni ijtimoiy tarmoqqa sizga qo'ygandan keyin u masalaga alohida kontent qilib, u masalaga alohida qaytaman, xudo xolasa. Uni o'zi bitta kontent, uni o'zi bir yoritiladigan narsa. Hurmatli prezident, 2024-yilning 3-oktyabr kunida o'sha yangam yana o'shanaqa har doimgidek holatini davom ettirdi. Menga ruhiy bosim o'tkazishga ularning yagona maqsadi o'sha meni quyushqonlikdan chiqarish, o'sha jinoyat delolarini shakllantirib berish edi yagona maqsadi. O'sha kuni Rossiya amr ma'ruf qo'yib ishdan ketganimcha o'sha salotlar eshitib ketardimda. Ketdim, o'sha ishga ketganimdan keyin o'sha kuni soat 7 dan o'tgandan keyin 7 dan o'tayotgan vaqtlarida o'sha 7 dan o'tgandan keyin meshxonaga ketdim. Ketganimdan keyin o'sha kuni soat 11 da o'sha tog'am Shaymardanov Ahmad tog'amni mazalari qochgan, toblari qochgan. Qochganlaridan keyin shifoxonaga tushganlar. Shifoxonaga tushganlaridan keyin 9 kun shifoxonada majburiy jonlantirishda turganlar apparatda, o'zi o'sha xonadonlarida, o'sha shifokorlarning aytishiga qaraganda xonadonlarida o'sha jonlari uzilgan bo'lgan, keyin biologik o'lim topgan dedilar-da. Keyin maxsus apparatlarda 9 kun sun'iy yurak urdirishi bilan 9 kun shifoxonada yotdilar-da. Keyin tog'am bu dunyoni tark etdilar. Baribir ular tog'am edi, nima bo'lganda ham, chunki o'sha dadam rahmatli qamoqqa ketgan vaqtlarida o'sha tog'amni ota-onasi, ya'ni onamni ota-onasi, ota deganman, ena deganman, otam bilan enam bizni boqqanlar, voyaga yetkazganlar. Baribir Alloh uchun, Rasulim uchun, ota-onamni tarbiyasi uchun va ularni bergan non tuzlari uchun tog'amga hech ham yomonlik qila olmadim. Baribir tog'am dedim. Tog'amni Alloh rahmat qilgan bo'lsin, Alloh gunohlarini afv etsin. Men Allohdan faqat tog'amga yaxshiliklarni so'rayman. Har doim ham tog'am hech qachon bu dunyoni tark etgan bo'lsalar ham, hurmatli prezident, tog'am hali meni duoyimni tark etmadi. Meni har doim duomdalar tog'am. Tog'amning haqida hamisha duodaman. Tog'amni Alloh uchun afv etganman. Tog'amdan hech qachon xafa emasman. Beayb Parvardigor, men tog'amni kechirganman. Alloh uchun kechirganman. Tog'amni o'sha oxiratlari obod bo'lsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarini Robbim mag'firat aylasinlar. Lekin men tog'amga bergan va'dam va'daligicha qolgan. Shu kungacha jim turganim tog'amni hurmatlari edi baribir. Chunki buni oilalari, qizlari, ayollari go'yoki meni uyimda eshitilgan salovatlar, o'sha uyimda eshitilgan o'sha Nuriddin domlani amr ma'ruflari tog'amni bu dunyodan ketishiga sababchi bo'lgan. Bu men shunaqa qo'yib azob berardi, bu o'ldirdi turmush o'rtog'imni, bu dadamni o'ldirdi degan mishmishlarni xalq o'rtasida tarqatdi. Vaholanki u oilani o'zini muammolarini qo'ymasligi mumkin edi ijtimoiy tarmoqlarga. Siz
sizga murojaat qilmasligim mumkin edi. Lekin o'zlari hech qachon tinch yashamasdan turib, o'sha kasal, betob bo'lgan odamga tinchlikni hadya qilmasdan turib, o'zlari doimiy ravishda provokatsion harakat qilib, boshqa odamlar bilan janjal qilib, tog'amning sog'ligini yo'qolishiga, yanada yomonlashishiga o'zlari sababchi bo'lib, meni sababchi qilib ko'rsatganliklari sababli men ijtimoiy tarmoqda ular haqidagi barcha haqiqatlarni qo'yishga qaror qilganman. Haqiqat bukiladi, egiladi, lekin hech qachon sinmaydi. Haqiqat yuzaga chiqadi. Shunga qaramasdan keyin hurmatli prezident tog'am vafot etganlaridan keyin Oltinsoy tumanini Bo'ston mufiy profilaktika xodimi O'rinov Faxriddin aka, Bo'ston mufiy raislari Menqobilov Azim akalar menga o'sha tavsiya qilishdiki, o'sha onam bordilar, singlim bordilar marakaga, ular yaxshi bo'lib ketdi o'rtalari. Sen uyda o'tirgan voyaga yetmagan ikki nafar farzandi bor singlimni o'sha men yashagan domga, o'sha hududga qo'yib, meni onamni uyiga olib kelish takliflarini berdilar. Tinchlik bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin deb taklif qildilar. Men ularni taklifini qabul qildim, chunki insoniylik jihatdan mayli, agar meni o'sha joyda yashashim o'sha tog'amning oilalariga yoqmasa, unda men o'sha singlim onamning uyidagi singlim turgan xonaga men ko'chib borib, o'zim turib singlimni domga olib kelishga qaror qabul qildik. Lekin men bu mahalla raisimizni, uchastka nozirimizni insoniylik jihatdagi taklifi deb qabul qilganman, lekin ming afsuski hurmatli prezident, bu navbatdagi provokatsiyani uyushtirish bo'lgan. Ularda yovuz maqsadi bo'lgan navbatdagi provokatsiya. Chunki u joyda kameralar bor. Necha yildan buyon o'sha tog'amning oilalari jinoyat delolarini ochib bera olishmadi. Chunki men quyushqonlikdan chiqib, ular xohlagan jinoyatlarni sodir qilmadim. Keyin bular boshqacha yo'liga o'tishgan. Uni alohida kontent qilamiz. Biroz aytib o'tib ketyapman, hurmatli prezident. Keyin men onamning xonadoniga keldim va singlim men turgan o'sha Aqodiriy ko'chasidagi 8-xonadonga o'sha yangamlar bilan qo'shni bo'lib bordi. Singlim borgandan keyin hurmatli prezident ular menga bergan azoblarini, fisq fasodlarini, ruhan va jismonan bergan azoblarini keyin singlimga bera boshlashdi. Navbatdagi provokatsion harakati bu singlimga nisbatan uyushtirildi. Ending kontentlarim o'sha singlimga nisbatan uyushtirilgan provokatsion harakatlar haqida bo'ladi.
อันนี้มันเท่าไหร่นะ
Yeni ayağın yeşil etmez, şikayet etsin.